bugun men sizlarga juda muhim, har bir oilaga tegishli bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Gap pensioner vafot etganidan keyin uni dafn qilish, o'limni rasmiylashtirish, qabristondan joy olish, nafaqa to'lovlarini to'xtatish va qarindoshlarga tegishli ma'lumotnomalarni yig'ish haqida ketadi. Ko'pchilik odam vafot etsa marosimni o'tkazamiz, keyin hujjatlarni asta-sekin qilamiz deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim holatlarda kerakli qog'ozlar bo'lmasa, qarindoshlar juda qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bugun men qaysi hujjat nimaga kerak, oldin qanday edi. Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kimga bu jarayon osonroq bo'lishi mumkin? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamga aynan kerak bo'lgan paytda emas, oldindan kerak bo'ladi. Avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Hech bir inson qog'oz yo'q ekan degan bahona bilan hurmatsiz qoldirilmasligi kerak. Dafn marosimi insoniy, diniy va ijtimoiy jihatdan juda nozik masala. Lekin rasmiy tomondan qaraganda o'lim faktini tasdiqlash, marhumning shaxsini aniqlash, qabristonda ro'yxat yuritish, pension to'lovlarini to'xtatish, daf puli yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarni olish uchun hujjatlar talab qilinadi. Oldin ko'p joylarda jarayon oddiyroq ko'ringan. Mahalla bilar edi, qo'ni-qo'shni bilar edi, qarindoshlar kelar edi, shifokor chaqirilardi. Keyin marosim o'tardi. Ayrim hujjatlar esa keyinroq rasmiylashtirilardi. Ayniqsa kichik qishloqlarda yoki hamma bir-birini taniydigan hududlarda falonchi ota vafot etdi, falonchi momo olamdan o'tdi degan xabar yetarli bo'lib tuyulardi. Hozir esa davlat tizimlarida raqamlashtirish, yagona elektron bazalar, FHDYO, tibbiyot muassasalari, pensiya jamg'armasi va mahalla o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaygani sari hujjatli tasdiqning ahamiyati oshdi. Nima uchun? Chunki pensiya har oy davlat mablag'i hisobidan to'lanadi. Agar odam vafot etsa-yu, bu o'z vaqtida bazaga kiritilmasa, nafaqa noto'g'ri to'lanib ketishi mumkin. Keyin esa bu pulni kim qaytaradi degan savol chiqadi. Ikkinchidan, qabristonlarda ham joy ajratish, kim qayerga dafn etilganini qayd qilish. Kelajakda qarindoshlar topa olishi uchun ro'yxat yuritish kerak. Uchinchidan, meros, uy-joy, bank kartasi, kommunal hisoblar, subsidiyalar, qarzlar, vasiyat va boshqa masalalar ham o'lim haqidagi rasmiy guvohnomasiz hal bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi mavzudagi pensionerlarni bu qog'ozlarsiz dafn etishmaydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Bu gap odamlarni qo'rqitish uchun emas, balki yaqin kishi vafot etganda qarindoshlar qaysi hujjatni qayerdan olishini bilmasa, marosim oldidan yugur-yugur, asab tushunmovchilik, hatto moliyaviy zarar bo'lishi mumkinligini anglatadi. Men amaliy tomondan eng muhim zanjirni tushuntiraman. Pensioner vafot etganda odatda birinchi hujjat tibbiy o'lim ma'lumotnomasi bo'ladi. Bu hujjatni shifokor yoki tibbiyot muassasasi beradi. Agar odam uyida tabiiy sabab bilan vafot etsa, hududiy shifokor, tez yordam yoki tegishli tibbiy xodim chaqiriladi. U marhumni ko'rib, o'lim sababini aniqlash bo'yicha tartibga amal qiladi. Agar o'lim tabiiy bo'lsa, kerakli tibbiy ma'lumotnoma rasmiylashtiriladi. Agar o'lim sababi noaniq bo'lsa, masalan yiqilib tushgan, jarohat bor, baxtsiz hodisa bo'lgan, yolg'iz yashagan odam topilgan, zo'ravonlik alomatlari sezilgan bo'lsa, bu holatda ichki ishlar organlari va sud tibbiy ekspertiza ham jalb qilinishi mumkin. Mana shu joyda ko'pchilikning xatosi boshlanadi. Tezroq dafn qilaylik, hujjatni keyin olamiz deyishadi. Lekin keyin ifodaga o'lim guvohnomasini berishi uchun tibbiy asos so'raladi. Tibbiy asos bo'lmasa, rasmiy o'lim qayd etilmaydi. Rasmiy o'lim qayd etilmasa, nafaqa to'xtatilmaydi. Dafn puli bo'yicha murojaat qilish qiyinlashadi. Meros ishi ochilmaydi. Bank masalalari yopilmaydi. Ikkinchi muhim hujjat FHDYO tomonidan beriladigan o'lim haqidagi guvohnoma. Bu hujjat marhumning o'limi davlat tomonidan ro'yxatga olinganini bildiradi. Odatda qarindoshlar tibbiy ma'lumotnoma, marhumning pasporti yoki ID kartasi, murojaat qilayotgan shaxsning shaxsini tasdiqlovchi hujjati bilan FHDYOga murojaat qiladi. Ayrim joylarda bu jarayon elektron tarzda ham bog'langan bo'lishi mumkin. Lekin baribir sizda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va asosiy ma'lumotlar tayyor bo'lishi kerak. Uchinchi masala qabriston va dafn joyi. Qabriston ma'muriyati yoki mahalla vakillari ko'pincha marhum kimligi, qayerda yashaganligi, o'lim qayd etilgani, qarindosh kimligi kabi ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Bu yerda ham maqsad odamlarni qiynash emas, balki tartibni saqlash.
Tasavvur qiling, katta shaharda bir kunda bir nechta dafn bo'ladi. Agar hech qanday ro'yxat bo'lmasa, ertaga kim qaysi qabrda yotgani, qabrga kim mas'ul, qarindoshlari kim, joy ajratish qonunimi yoki yo'qmi? Bularning hammasi muammo bo'ladi. 4-chi muhim masala pensiya. Pensioner vafot etgandan keyin pensiya to'lovi to'xtatilishi kerak. Ba'zan pensiya kartaga tushib turadi. Qarindoshlar esa bu otamizning puli, onamizning puli, ishlataversak bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin huquqiy tomondan odam vafot etgandan keyin keyingi davr uchun ortiqcha tushgan pul muammo keltirishi mumkin. Masalan, pensioner 5 mart kuni vafot etdi, lekin tizimga ma'lumot kech kirdi va aprel oyida ham 1.200.000 so'm pensiya tushdi. Agar qarindoshlar bu pulni yechib ishlatib yuborsa, keyin ortiqcha to'lovni qaytaring degan talab kelishi mumkin. Shuning uchun o'lim guvohnomasi olingach, pensiya bo'limiga yoki tegishli organlarga xabar berish juda muhim. Endi kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarning farzandlari. Masalan, ona qishloqda yolg'iz yashaydi. Farzandlari Toshkentda, Rossiyada yoki boshqa viloyatda. Ona vafot etganda qo'shnilar xabar beradi. Farzand kelguncha mahalla, shifokor, hujjat, qabriston masalasi boshlanadi. Agar onaning pasporti qayerda ekanini hech kim bilmasa, tibbiy kartasi yo'qolgan bo'lsa, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Ikkinchi guruh hujjatlar eski bo'lgan pensionerlar. Ba'zi odamlarning pasporti almashtirilmagan, ID karta olmagan, doimiy ro'yxati bir joyda, o'zi boshqa joyda yashaydi. Misol uchun, pensioner Samarqandda ro'yxatda turadi, lekin qizi bilan Toshkentda yashaydi. U Toshkentda vafot etsa, tibbiy ma'lumotnoma Toshkentdan olinadi, lekin ifodiya va pensiya masalalarida yashash joyi ro'yxat. Hujjatdagi ma'lumotlar muhim bo'lib qoladi. Bunday holatda qarindoshlar nega bitta qog'oz uchun ikki joyga borishimiz kerak deb qiynalishi mumkin. Uchinchi guruh kartasiga pensiya tushadigan va kartasidan qarindoshlar foydalanadigan pensionerlar. Bu juda nozik masala. Ba'zi oilalarda ota yoki onaning pensiya kartasi kelinda, o'g'lida yoki nabirasida bo'ladi. Odam hayotligida bu oilaviy kelishuv bo'lishi mumkin. Lekin odam vafot etgandan keyin kartadan pul yechish yoki bank operatsiyalarini davom ettirish huquqiy savollar tug'diradi. Agar ortiqcha pensiya tushsa, keyin qaytarish masalasi chiqadi. Agar hisobda marhumning shaxsiy mablag'i qolgan bo'lsa, uni olish uchun meros tartibi kerak bo'lishi mumkin. 4-chi guruh meros masalasi bor oilalar. Uy, yer, avtomobil, bank omonati, aksiyalar, qarz yoki kredit bo'lsa, o'lim guvohnomasi asosiy hujjatga aylanadi. Notarius meros ishini ochish uchun o'lim haqidagi guvohnomani so'raydi. Agar bu hujjat kechiksa, meros muddati. Qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik, mulkni rasmiylashtirish muammosi paydo bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 78 yoshli ota uyida vafot etdi. O'g'li yonida edi. O'g'li tez yordam chaqirdi. Shifokor keldi. O'lim tabiiy ekanini qayd qildi. Ota pasporti javonda pensiya kartasi ham bor. O'g'il tibbiy ma'lumotnomani oldi. FHDga bordi. O'lim guvohnomasini oldi. Mahallaga xabar berdi. Qabriston joyi rasmiylashtirildi. Bunday holatda jarayon nisbatan tartibli o'tadi. Ikkinchi vaziyat, 23 yoshli momo qizi bilan boshqa shaharda yashardi, lekin ro'yxati eski uyida edi. Vafot etgach, qarindoshlar avval qaysi poliklinikaga murojaat qilishni bilmadi. Pasport nusxasi bor, asli esa qishloqdagi uyda qolgan. FHDga asl hujjatlarni so'radi, pensiya bo'limi ham ma'lumot talab qildi. Natijada bir qarindosh qishloqqa borib hujjat olib kelishga majbur bo'ldi. Marosim kuni esa hamma asabiylashdi. Agar oldindan hujjatlar bitta papkada tayyor turganda, bu qiyinchilik kamayardi. 3-vaziyat. Pensioner vafot etdi. Lekin qarindoshlar pensiya kartasiga keyingi oy yana pul tushganini ko'rib, marhumning oxirgi pensiyasi bo'lsa kerak deb yechib oldi. Keyin tekshiruvda bu ortiqcha to'lov ekani ma'lum bo'ldi. 1.500.000 so'mni qaytarish talab qilindi. Oila biz bilmagandik dedi, lekin bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Vafotdan keyin kartaga tushgan har qanday pul bo'yicha shoshilmasdan avval pensiya organi yoki bankdan aniqlashtiring. Endi muhim istisnolarni tushuntiraman. Agar o'lim kasalxonada yuz bersa, jarayon uyda vafot etganga qaraganda boshqacharoq bo'ladi. Kasalxona o'lim faktini o'zi qayd qiladi va tibbiy hujjatlarni tayyorlaydi. Qarindoshlar odatda shifoxona ma'muriyati yoki mas'ul bo'limdan tibbiy ma'lumotnomani oladi. Bu nisbatan osonroq,
Chunki shifokorlar davolash tarixini biladi. Agar o'lim uyda yuz bersa, ayniqsa marhum oldin kasalligi bo'yicha kuzatuvda bo'lmagan bo'lsa, shifokor o'lim sababini darrov tabiiy deb yozmasligi mumkin. Masalan, odam kechasi vafot etdi, ertalab topildi. Tanada ko'karish bor yoki yiqilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda qarindoshlar nima uchun ekspertiza kerak? Biz baribir dafn qilamiz-ku deb norozilik bildirishi mumkin. Lekin bu tartib jinoyat alomatlarini istisno qilish, marhumning haq-huquqini himoya qilish uchun kerak. Ba'zida oila ichida ham keyin savol chiqadi. Nega o'ldi? Kimdir yordam bermadimi? Dori noto'g'ri bermadimi? Shuning uchun noaniq o'limlarda rasmiy tekshiruv zarar emas, aksincha kelajakdagi katta nizolarning oldini oladi. Yana bir nozik jihat, marhumning qarindoshi kim? Dafn ishlarini ko'pincha farzand, turmush o'rtog'i, aka-uka, opa-singil yoki boshqa yaqinlar qiladi. Lekin hujjat olishda murojaat qiluvchi shaxs o'zini tanitishi kerak. Agar qo'shni yoki uzoq tanish kelib, men hujjat olaman desa, hamma joy ham darrov bermaydi. Bu shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bilan bog'liq. Shuning uchun yaqin qarindoshning pasporti yoki ID kartasi, telefon raqami, marhum bilan qarindoshlik aloqasini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir masala dafn puli yoki dafn nafaqasi. Ayrim holatlarda marhum pensioner bo'lsa, uni dafn qilgan shaxs dafn uchun belgilangan to'lovni olishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bu pulni olish uchun ham hujjat kerak. O'lim guvohnomasi, murojaat qiluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjati, ariza, ba'zan marhumning pensiya olgani tasdiqlovchi ma'lumot, bank rekvizitlari so'raladi. Miqdor va tartib vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq summani hududingizdagi pensiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tekshirish kerak. Muhimi shuki, marosimga sarflangan xarajatlar og'ir bo'lgan paytda oila bu yordamdan bexabar qolmasin. Yana bir tuzoq, marhumning hujjatlaridagi ism sharif farqi. Masalan, pasportda Abdullayev, pensiya hujjatida Abdullayev, nikoh guvohnomasida esa eski transliteratsiya bilan boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1945 yil Yumyun, boshqasida 1945 yil Yumyun bo'lib qolgan. Bunday tafovutlar merosda, pensiya ishida, FDYO arxivlarida muammo keltiradi. Shuning uchun keksa ota-onangizning hujjatlarini hozirdan ko'zdan kechiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, yashash manzili bir-biriga mosmi? Tekshirib qo'ying. Yana bir muhim nuqta. Marhumning doimiy yashash joyi va amalda yashagan joyi. Agar pensioner ro'yxatda boshqa viloyatda, amalda boshqa viloyatda yashasa, hujjatlarni yuritishda vaqt ketadi. Bu dafnni to'xtatadi degani emas. Lekin rasmiy ishlar cho'zilishi mumkin. Ayniqsa dafn puli, pensiya to'xtatish, meros ishlari bo'yicha yashash joyi muhim ahamiyatga ega. Chet elda bo'lgan farzandlar uchun ham alohida ogohlantirish beraman. Agar ota-onangiz O'zbekistonda yashasa, siz chetda bo'lsangiz, hech bo'lmaganda ishonchli bir qarindoshda hujjatlar ro'yxati, telefonlar, pasport nusxasi, tibbiy ma'lumotlar bo'lsin. Biror narsa bo'lsa, keyin uchib boraman. Deyish oson, lekin aviachipta chegara, ish ruxsati, vaqt farqi, aloqa muammosi sababli siz yetib kelguncha mahalla va qarindoshlar nima qilishni bilmay qolishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Hozirdan ota-onangiz yoki oilangizdagi pensionerlar uchun alohida hujjatlar papkasi tayyorlang. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh guvohnomasi nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, tibbiy kartaga oid muhim hujjatlar, nogironlik bo'lsa nogironlik hujjati, bank kartasi qaysi bankdan ekani haqida ma'lumot, yashash manzili va mahalla telefoni bo'lsin. Asl hujjatlarni xavfsiz joyda saqlang, lekin qarindoshlar qayerda ekanini bilsin. Ikkinchi qadam, pensioner qayerda ro'yxatda va qayerda yashayotganini aniqlang. Agar odam yillar davomida boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, kerak bo'lsa ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Bu nafaqat vafot holati, balki tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam, kommunal masalalar uchun ham kerak. Uchinchi qadam, oilada kim mas'ul bo'lishini oldindan kelishib oling. Masalan, ota-onaning hujjatlari bo'yicha katta o'g'il javobgar, tibbiy masalalar bo'yicha qiz javobgar, mahalla bilan aloqa bo'yicha nabira javobgar. Bu gap og'ir tuyulishi mumkin, lekin hayotda tartib bo'lmasa, eng og'ir paytda hamma bir-biriga qarab qoladi. To'rtinchi qadam, agar vafot holati yuz bersa, avval shifokor yoki tez yordamni chaqiring. O'lim faktini tibbiy tartibda tasdiqlatmasdan hech qanday muhim rasmiy ishni boshlamang.
Agar o'lim sababi noaniq bo'lsa, tegishli organlar ko'rsatmasiga amal qiling. Bu vaqt olayotgandek ko'rinadi, lekin keyingi muammolarning oldini oladi. 5-qadam tibbiy o'lim ma'lumotnomasini oling. Undagi ism-sharif, tug'ilgan sana, hujjat raqami to'g'ri yozilganini tekshiring. Hujjatdagi bitta harf xatosi keyinchalik FDYda yoki boshqa idorada sizni qayta yuritishi mumkin. 6-qadam FDYga murojaat qilib, o'lim haqidagi guvohnomani oling. O'zingiz bilan marhumning pasporti yoki ID kartasi, tibbiy ma'lumotnoma, o'zingizning shaxsiy hujjatingizni oling. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa ham. Hujjatlarning aslini va nusxasini yo'lingizda saqlash foydadan xoli emas. 7-qadam mahalla va qabriston mas'ullari bilan bog'laning. Ularga marhumning shaxsiy yashash joyi, o'lim guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Qabristonda joy ajratish rasmiy qayd etilganiga e'tibor bering. Kelajakda qabrni topish, ta'mirlash, qarindoshlar kelishi uchun bu muhim. 8-qadam pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy organlarga xabar bering. Pensioner vafot etganini rasmiy ma'lumot asosida bildiring. Agar dafn nafaqasi olish huquqi bo'lsa, ariza yozing. Arizada marhumning FIH, tug'ilgan sanasi, vafot sanasi, pensiya olganligi, dafn ishlarini kim amalga oshirgani, murojaat qiluvchining telefon raqami va bank rekvizitlari aniq ko'rsatiladi. 9-qadam bank kartalari va hisoblarni ehtiyot qiling. Marhumning kartasidan vafotdan keyin pul yechishga shoshilmang. Bankdan yoki notariusdan tartibni so'rang. Agar hisobda qolgan mablag' merosga kirsa, uni qonuniy yo'l bilan olish kerak bo'ladi. Bu oilada kelishmovchiliklarning ham oldini oladi. 10-qadam meros bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Odatda meros masalalarida muddatlar bor. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mulk hujjatlari kerak bo'ladi. Keyin qilamiz deb yillar o'tkazib yuborilsa, uy joyini sotish, hadya qilish, rasmiylashtirish qiyinlashadi. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Ota-onangiz hayotligida ularni ranjitmasdan, muloyimlik bilan hujjatlarni tartibga soling. Bu yomonlikni chaqirish emas. Aksincha, bu farzandlik mas'uliyati. Pasport muddati o'tmaganmi? Pensiya kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami kimning nomida? Shifokor nazoratida turadimi? Dorilar ro'yxati bormi? Shularni bilish kerak. Favqulodda vaziyatda bu ma'lumotlar nafaqat dafn uchun, balki hayotini saqlab qolish uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensioner vafot etganda faqat marosim emas, rasmiy hujjatlar ham juda muhim. Tibbiy o'lim ma'lumotnomasi, FDYdan o'lim guvohnomasi, mahalla va qabriston qaydlari. Pensiya bo'limiga xabar berish, dafn nafaqasi uchun ariza, bank va meros masalalari bir-biriga bog'liq. Bir hujjat yetishmasa, qarindoshlar eng og'ir paytda idora yurib qolishi mumkin. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni tayyor bo'lishga chaqiryapman. Har bir oilada pensioner bor yoki bo'lgan. Shuning uchun hujjatlarni bugundan tartibga keltiring. Qayerda nima turishini yaqinlaringiz bilan kelishib oling. Vafot holatida esa avval shifokor, keyin FDY, mahalla, pensiya organi va zarur bo'lsa notarius bilan ishlang. Sizning hududingizda bu tartib qanday? Qabriston, mahalla, FDY yoki pensiya bo'limida qanday talablar qo'yilyapti? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.